Assalomu alaykum. Kia Forte gibrid avtomobilimiz 2010-yil 211 ming kilometr yurgan. Benzin hamda tok yuradi. Gibrid. Narxi 2.900.000 won. Mashinamiz ideal holatda. Yumshoq kumxu balonlar qo'yib qo'ygan. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. Gibrid minaman, ekonomik mashina minaman deganlarga eskiroq mashina, lekin holati ham shunga yarasha, puliga yarasha. 2010-yil 2.900.000 mashinani o'zi narxi. Bunga bir oylik garantiya chiqmaydi, faqat stoyanka puli hamda diler xizmati оформление chiqadi xolos. Prostoy mashina, sedan rushnoy. Hop. Holatlari. Uzr akalar. LPG hamda tok ekan, men benzin debman. Yaxshilab qaramagan ekanman. Mashinamiz normal holatda. Black Box saypeslari bor. Ichiga kirib bo'lsa, orqaga ko'rasizlar. LPG hamda tok gibrid. O'ta ekonomik mashina. Araba ikki bosadigan joyga ideal holatda kelib ko'rishinglar mumkin.